Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu 3 ta nostandart darajaga oid bo'lgan nostandart masalalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi misoldan boshlaymiz. Birinchi misolimizda aytilyaptiki, shu ikkita darajada x qatnashgan ifodalar ayirmasi 16 ga teng bo'lsin. Yaxshi. Oldin 3 ning x darajasini o'ng tarafga olib o'tamiz. Olib o'tganimizda bizda tenglikning ikki tarafida funksiyalar hosil bo'ladi, ya'ni x qatnashgan funksiya. Mana shu funksiyalarning grafiklarini chizganimizda ularning kesishgan joyi ularni yechimlari bo'ladi. Ya'ni bu bitta nuqtada kesishyapti, demak bu degani bitta yechimga ega degani. Xo'p, endi keyin qiladigan ishimiz 16 va 3x ni joylarini almashtirib 16 ni qaysidir sonning darajasi ko'rinishda yozib olamiz. Mana bu ko'rinishga keladigan bo'ldi va bu ko'rinishdan ma'lumki, Pifagor teoremasini eslatib boradi, chunki 5, 3, 4 bu juftliklar o'sha to'g'ri burchakli uchburchakning katet va gipotenuzalari uzunliklariga o'xshash bo'lgani uchun o'z-o'zidan aytish mumkinki, x ni o'rniga 2 degan qiymat olish mumkin va qiymatni olganimizda tekshirib ko'rsak, natija chindan ham to'g'ri chiqadi. Demak, yagona yechimga ega va bu ildiz 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, keyingi masalamiz. Bu masalamizda aytilyaptiki, x lar soni va o'sha x larni o'zidan toping deyilgan. Demak, darajalar qatnashgan bo'lsa, oldin noma'lumlarni bir tarafga, ma'lumlarni bir tarafga yig'ishimiz kerak. Ikki tarafni ham 1/2 darajaga oshirib yuborganimizda chap tarafdagi ifoda soddalashadi va endi bu ifodani ikki tarafini ham 1/x darajaga oshiramiz va o'ng tarafda darajalar ko'paytiriladi. Ko'paytirilganda esa soddalashib quyidagi ifoda hosil bo'ladi. Ko'rib turibmizki, chap tarafdagi noma'lumlar o'ng tarafdagi ma'lumlar joylashuviga mos keladi va shu yerdan bitta yechimda x ni 2 ligini olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buni faqat bitta yechimi bor bo'lishi ham mumkin yoki ko'proq bo'lishi ham mumkin. Buni grafiklar orqali bilib olish mumkin. Grafiklarni ko'rgan paytimiz ikkita nuqtada kesib o'tyapti. Demak, chindan ham 4 sonini qo'yganimizda ham tenglik bajarilar ekan. Keyingi misolimizga o'tamiz. Xo'sh, bu misolimizda aytilyaptiki, x ni toping deyilgan. Demak, x ni topishdan avval tenglikning ikki tarafini ham 2 ning x darajasiga bo'lib yuboramiz. Shu ifoda hosil bo'ladi va bu ifoda soddalashganda quyidagi ifoda kelib chiqadi. Va biz bu yerdan o'ng tarafdagi xatlarni bo'linmaning umumiy darajasi shaklida yozib olamiz va tenglikning ikki tarafini almashtirganimizda quyidagi ifoda hosil bo'ladi. Shu joyda agar siz trigonometriyani yaxshi o'qigan, ya'ni trigonometriya bo'limini yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, mana bu ildiz 3/2 va 1/2 larni o'ylanmasdan sinus va kosinuslarga aylantirishingiz mumkin, ya'ni pi/3 ko'rinishidagi ifodaga. Va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, sinus va kosinuslarning argumentlari bir xil bo'lsa, uning kvadratlari yig'indisi doim birga teng. Argumentlar bir xil, demak, x o'z-o'zidan 2 ga teng bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga bir dona like tugmachasini bosib qo'yish kifoya.